Yaxshimisilar do'stlar? Men sizlarning 100 tuvan xijiljan do'stinglar yondaman. Bu filmni Izdash TV kino apchiqi alohida qo'lladi. Yaqindan yog'in nurg'un to'rdoshlar mendan Marvelning Qisaskorlar birlashmasi degan kinosini so'zlab berishimni talab qildi. Men hech kimning gapini anglamaydigan esil fazilatimni joriy qildirish uchun Marvelning raqobatchisi bo'lgan DC'ning dangli qahramonlaridan biri bo'lgan Dengiz Shohi degan filmni huzuringizga sunmoqchi. Hikoyamiz bir biliq kentidan boshlandi. Baş personajga yomon o'xshaydigan bu odamning ismi Tom bo'lib, dengiz bo'yidan bir biliqsimon bir yaralangan qizni tepib oladi. Rivoyatlardagi biliq qiz-ku bu biliq qiz. O qizni davolab dengizga qo'yib etsam, cho'qim mening 3 talabimni qondirib berdi. Bu o'ssiz yotgan qiz bolaning ismi Atlana bo'lib, dengiz osti Atlantis davlatining xonishi edi. Haqiqatan tam o'ylagandek, bu qiz uning 3 talabini emas, xili cho'ng talablarini qondirib etdi. Hamda o'zining yurtiga qaytmay, tam bilan uy o'choqliq bo'lib, tabiat qonuniga qarshi bo'lgan shalg'utlashtirish ilib berib, yo biliq emas, yo odam emas, o'ttirib qilib qolgan odamiy hayvondan birini jahonga ta'alluq qiladi. Mana bu eng so'rtiq Bilijonning ismi bo'lsa, Asir edi. Mushundaq baxtli kunlarning birida Atlananing dadisi qizimni biliqchiga bermayman. Bir biliqning biliqchini yaxshi ko'rib kelishning o'zi bir azob tursa, oxiri chiqmaydigan bundaq muhabbatlarini qo'y deb, yurut tarafdan bir nech oxranglik longshalarni avatib, qizini qaytirib ketmoqchi bo'ladi. O'zining bular bilan qaytib ketsa, to'qimchi qiz bilan podachi yigitning hikoyasidak bo'lib qoldiganligini his qilgan Atlana bu uyga bostirib kirgan dengiz mahsulotlarini arvishkiga aylantirib o'tadi. Nima degan sadoqatman muhabbat bu deb turishimga, bu xotin bolasi bilan yo'ldishini tashlab yurtga tuyuqsiz qaytib ketadi. Yillarning o'tishi bilan Asir intayin sog'lom cho'ngiladi. Hamda o'zining biliqlari bilan paranglashadigan iqtidorining borligini his qildi. Esel mana, yomon bo'lsang berib shu tavshaq yaqbaqa. Shundoq bir kuni Tinch okeanining osti toza tinish emas edi. Bir to'p dengiz osti qaroqchilari bir suv osti paraxotini ishg'ol qilib oldi. Dal mushunda xatarlik paytda balog'atga yetib bo'lgan choshlari sumbul, badani muskul, yo'qolan ishlarga aralashish chempioni, qasraqsiz Bilijon Asir polvon suv osti kiyimsizliklarini qutqazg'ili keladi. Asirning qasraqa bo'lmagani bilan badani intayin qattiq bo'lib, yo xanjar yo o'q o'tmaydi. Shuningga qarab ba'zida uning opsini toshbaqimikinmi deb qolaman. Dengiz Shohi deb nom olgan Asir dengiz qaroqchilarining bolasini tutib olib, chiqib soldi. Dal mushundaq vaqtda dengiz qaroqchilarining kattibishi "Alam, biliq degan unda qiltamaysa, o't qaqlab teban shov qilamiz" deb Asirni yerda yotqizib o'tdi. Asir bo'lsa, yerdan asta qopib, u kasofat dadang chon deb katta boshini ziqliqqa olib qo'ydi. Hamda suvost kiyimsidagi odamlarni qutqizib qoladi. Mana bu bizning Dengiz Shohi, xalqaro okeanlar birlashmasining bo'ansi. Tinch okeanda kanchongzi qiladigan dangliq polvon edi. Mana bu hozir ishdan tushib, o'zining hurmatlaydigan ham suydigan, turmushda baxtsiz bo'lib qolgan har bir tutgan biliqini ko'rganda, "Voy xotinimning urug' tuqqanlar ekan-ku" deb o'xshitib say qo'rib, bolasini urug' tuqqanlarning go'shi bilan oqsilliq cho'nqildigan dadisi bilan hadishab bilan aroq ichishyotatdi. "Ya bolam, men aroq toza tutmayotdi. Ekkina biliq qizdan ikkinil chaqamamsa, chiroyli bo'lsa o'tirish bersin. Asatib qasi zakoskala qilib etimiz." Xudo bu qizlar hayvon deb kaynimdan qo'g'lishib yurgan. Keyin jonan kansan deb hammamiz qichib ketdi. Shunga bolam, bak ismini oshkorlab ketmajimi? Ey, hayvon degansanmi? Yo'q, men hayvon emas, men yondim bayon. Yondim bayanmi? Unda o'z birga rasm tusholaychi. Hayvon bo'lgan bo'lsang, baka sutib qolatdimmi? Shundoq qilib, hayvon mening nomimni setib, bular bilan og'in bo'lib ketdi. Bu chaqda Jiroqdagi Shimoliy Atlantik okeanining ostida bir to'p hayshallar yig'ini yotadi. Dengizning tagida og'zidan ko'pik chiqarmay gap qiladigan bir to'p shaygolar yig'ilgan edi. Bu filmning to'liq asl nusxasini ko'rmoqchi bo'lsangiz, Undidardagi Izdash TV kino apchiqini qochilib oling. U yerda texmi ko'p bo'lgan nodir tarjima kinolar bor. Yandan bayonni qanday qo'llasa xola. Ya bir ko'y to'ylab ko'ring, yapimiz denzan fishan qiling. Iqliqchini, muni. 点赞、分享、加关注。Davomini ko'makchi bo'lsangiz, Pano saloniga kiring. Salon nomi Boshbat Dizig'liq.